Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz fruktoza metabolizmi. Fruktoza qon tarkibidan glyut-5 transporti orqali hujayraga o'tadi. Fruktoza ATF sarflab fruktokinaza fermenti yordamida fruktoza 1 fosfat hosil qiladi. Bu yerda ATF bitta fosfat kislota qoldig'ini fruktozaga berib, fruktoza 1 fosfat hosil qilishga yordam beradi. Bu yerda bitta fosfat ketib, ADF hosil bo'ladi endi. Hop, fruktoza 1 fosfat aldolaza B fermenti yordamida dihidroksatsetofosfat va glitseraldegitga bo'linadi. Bular ham dihidroksatsetofosfat izomeraza fermenti yordamida glitseraldegit 3 fosfatga, glitseraldegitni o'zi triokinaza fermenti yordamida ATF sarflab glitseraldegit 3 fosfatga o'tadi. Bu yerdagi ATF ham xuddi tepadagi o'sha fosfat qoldig'ini glitseraldegit 3 fosfatga beradi. Keyin bu modda glitseraldegit 3 fosfat glikoliz bosqichidagi glitseraldegit 3 fosfatga qo'shilib ketadi. Avvalgi darslarimizda shu narsalarni gapirganmiz. Bu jarayon jigar va buyrakning traksimal tubulyar hujayralarida bo'ladi. Endi qolgan hujayralarda fruktoza geksokinaza fermenti yordamida ATF sarflab fruktoza 6 fosfatga o'tadi. Keyin bu fruktoza 6 fosfat o'zi ham glikoliz jarayoniga qo'shilib ketadi. Shu bilan fruktoza metabolizmiga yaxshi javob oldik qisqacha. E'tiborlaringiz uchun rahmat.